Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa, u mol semirmaydi. Ana masalan, begonadan qo'yib qo'ysangiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi-da. 2 paqirda ham 2 sekundga ichib qo'yadi-da. Bo'ldi, o'li. Ya ko'p ichib yubording, senga men har kun 8 paqir suvni qaydan olaman, o'zi ezilib yotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, obda urib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo yegizada uyga olib ketadi, tamom. Shuning uchun o'ziz yem berib, o'ziz qarasangiz, u haqiqiy mol bo'ladi. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa, u mol semirmaydi. Ana masalan, begonadan qo'yib qo'ysangiz, qarindoshingiz